Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Amerikadakı əsir dövlətlər həftəsi fəaliyyəti jarayonida Amerika və xalqara cəmiyyətini Xitoy işğal qılıb alğan Şərq Türkistandakı irqiy qırğınçılıqni to'xtatishga chaqirdi. Qrim xəbər agentligining 24-iyul günüdəki xəbərdə Amerikadakı əsir dövlətlər həftəsi fəaliyyətində Uyğur fuqarolar cəmiyyəti təşkilatları Amerika və xalqara cəmiyyətini Xitoy işğal qılğan Şərq Türkistanda davamlaşayotgan irqiy qırğınçılıqqa əhəmiyyət berishga chaqirdi. Amerika tərəfindən 1959 yılı 7 ayının 17 günü tuzilgan əsir dövlətlər qanuni əsir dövlətlərinin erkinlik və müstəqillik tələbini qo'llashning muhimligini ta'kidlaydi. Şərq Türkistan, Tibet və başqa dövlətlər bilan birlikdə əsir dövlətlər qatorida Amerikada fəaliyyət qılayotgan Şərq Türkistan sürgün hökuməti əsir dövlətlər həftəsi fəaliyyəti münasibəti bilan Amerika və xalqara cəmiyyətini Şərq Türkistandakı krizisni hal qilishga chaqirdi. Şərq Türkistan sürgün hökuməti bu vaqtdagi axborot e'lon qilish yig'inida 1949 yılı 12 ayının 22 günü Müstəqil Şərq Türkistan Cumhuriyeti rəhbərlərinin Sovet İttifaqı tərəfindən öldürülgənindən keyin Şərq Türkistanның ağdırılğanlığını, Uyğur, Qazaq, Qırğız və başqa türk xalqlarının makanı bolğan Şərq Türkistan davamlıq türdə Xitoy hökuməti sodir qılayotgan ağır zulm, sistemlik irqiy qirg'inchilik və insoniyatga qarshi jinoyatlarga uchragan əsir dövləti ekanligini bayon qildi. Şərq Türkistan sürgün hökuməti bolsa Amerika Kengash palatasının bu yıl 15 fevralda Avam Palatası tərəfindən İnsan Haqları 2766 deb qəbul qılınğan Uyğur məsələləri üçün Amerika Tashqi ishlar ministerligida alayda maslashtiruvchi bekitishni qaror qilgan Uyğur siyosati qonuni S-1252 ni ma'qullashni talab qildi. Şərq Türkistandagi irqiy qirg'inchilikqa jiddiy taqobil turish kerak. Bu qonun atalmish Şinjandagi irqiy qirg'inchilikning tegishli ta'xirsizlik bilan hal qilinishi va Xitoyning davomlashayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini hal qilish uchun moslashgan butun hukumat inkosi bildirishning yo'lga qo'yilishiga kafolatlik qilishda intayin muhim deb qaraldi. Şərq Türkistan sürgün hökuməti yana Amerika hökumətini Xitoyning Şərq Türkistandagi rəhimsiz təşviqatı, madaniyat və jismoniy buzg'unchilik, shundoqla sistemlik irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga, Şərq Türkistonga Tibet bilan o'xshash muomala qilishga chaqirdi deyildi. Xitoy katibaşları bu hafta Beyjingga ziyoratga kelgan Amerikaning yuqori darajalik boshqaruvchi vakillar o'mgiga Xitoydan import qilingan mallarga qo'yilgan tamojnachining savdoga ziyon solganligini aytgan. AP xabarlarining eng yaqinqi xabarda aytilishicha, FedEx va Micron shirkatlarining ijroiya amaldorlarini o'z ichiga olgan Amerika Xitoy savdo kengashi bilan munosabati bor ta'sir kuchga ega savdogar vakillar o'mgi oldingi hafta yuqori darajalik yig'in chaqirgan. Xitoy Kompartiya katibaşları chet ellik mablag' salg'uvchilarning savdo muhitini yaxshilashga aloqador va'da bergan siyosat planini tasdiqlagan. Ammo ular yana davlat maxfiyatligini qo'g'dashda texmo hushyorligini o'stirgan. Amerika va Xitoy har ikkilisi savdo va mablag' selishga cheklama qo'yganda davlat bexatarlik andisini tilga olgan. Amerika korxonalari ba'zida o'ttirda tutilgan. Beijing Washingtonning Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlardan tamojna bejini o'stirish va sun'iy idroqqa ishlatilgan oldingi qatordagi kompyuter o'zigini o'z ichiga olgan ilg'or texnikalarga erishishni cheklash harakatiga qat'iy qarshi turgan. Prezident Jo Bayden hukumati Xitoy bilan bo'lgan aloqani yaxshilashga uringan. Faqat sobiq prezident Donald Trumpning ayni vaqtda chiqargan qonuni bo'yicha tamojna bejiga jazo qo'ygan. Amerika Moliya ministrligi yana Amerikaning sun'iy idrok, kompyuter o'zigi va kvant hisoblashga mablag' selishni cheklaydigan va nazorat qiladigan qonunni o'tirg'a qo'ygan. Xitoy savdo ministri Wang Wentao yig'inda Amerikaning Xitoyga mablag' selish cheklamasining Amerika shirkatlarining Xitoydagi mablag'i va faoliyatiga ta'sir ko'rsatganligini ta'kidlagan bo'lsa-mu, tafsiliy izoh bermagan. Amerika Xitoy savdo kengashi Xitoyda savdo qilayotgan 270 dan ortiq Amerika shirkatini o'z ichiga olgan tarafsiz guruhi bo'lib, Beyjingdagi ziyoratining iqtisodiy va siyosiy muhim nuqtalarini ilgari surib, Amerika bilan Xitoy hukumati va savdo rahbarlari o'rtasidagi suhbatni qo'llashni maqsad qilganligini, texmo muqim, adil va mo'ljallangan bo'ladigan savdo muhiti yaratib, ikki cho'ng iqtisodiy gavdaning munosabatini yaxshilashni umid qilganligini o'tirg'a qo'ygan. Xitoyning Zuani Xinhua agentligining rasmiy xabariga qaraganda, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi bu guruhga Xitoyning to'g'ri koordinatsiyasini yaratib, Xitoyni to'g'ri tushunishni tashabbus qilishni umid qilganligini aytgan. Oldingi hafta Xitoy Xalq Cumhuriyeti Kompartiya yig'inida tajovuzchi Xitoy katibaşları Xi Jinpingning Xitoyning kuchli iqtisod va ilg'or texnikadagi boshlamchilik rolini kuchaytirish tasavvuriga asosan birinchi darajalik savdo muhitini tashviq qilish, bozor cheklamasini yo'qotish va savdoni ilgari surish qatorliq keng va'dalarni o'z ichiga olgan 300 dan ortiq islohot tadbirlarini tasdiqlagan.
Rahbarlar yana partiyaning savdodagi rolini kengaytib, davlat bexatarlik tadbirlarini kuchaytirishga va'da bergan. Xitoy davlat taratqullarining xabariga qaraganda 9 oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yiladigan tuzitish kirgizilgan davlat maxfiyatlik qonunining yo'lga qo'yilishi to'g'risidagi belgilama dushanba kuni tasdiqlangan bo'lib, bu qonun davlat maxfiyatligida ishlayotgan kishilarni tekshirishni kuchaytirib, ularning tasdiqdan o'tmay turib, hatto ishdan ayrilgandan keyin davlat sirtiga chiqishini cheklaydi ekan. Xitoy hukumati bu xil qonunlarning faqat davlat bexatarligiga ziyon yetkazadigan ostondagi kishilarni nishon qiladiganligini aytgan bo'lsa-mu, chet el savdo guruhlari doiralarining Xitoydagi chet el korxonalarini bostirishi va sonliq ma'lumotlarni bartaraf qilish cheklamasini kuchaytirayotganligidan andisha qilganligini bildirgan. Amerika aeroplanlari Alyaska atrofidagi Xitoy va Rossiyaning 4 bombardimonchi aeroplanini tuz salg'iga uchratgan. Washington vaqti xabar torining 24-iyul kunidagi xabarida aytilishicha, Rossiya va Xitoyning yadro iqtidoriga ega bombardimonchi aeroplanlari chorshanba kuni Alyaska atrofidagi Amerikaning havo mudofaa farqlantirish rayoniga kirgan. Shimoliy Amerika aviatsiya olam qatnashi qo'mondonlik aeroplani bombardimonchi aeroplanlarni to'sgan. Bombardimonchi aeroplanlarning 2 dona Tu-95 tipliq Rossiya bombardimonchi aeroplani va Xitoyning 2 dona H-6 tipliq bombardimonchi aeroplani ekanligi aniqlangan bo'lib, har ikkilisi boshqariladigan bomba qo'yib beradigan strategik bombardimonchi aeroplanlar ekan. Qo'mondonlik organining bayonotida bu 4 bombardimonchi aeroplanning xalqaro havo bo'shlig'ida uchayotganligi va Amerika yoki Kanadaning egalik huquqli havo bo'shlig'iga kirmaganligi bayon qilingan. Kengash palata a'zosi Dan Sullivan birlashma bombardimonchi aeroplanlarning uchishining Beijing bilan Moskva o'rtasidagi harbiy hamkorlikning kun sayin kuchayayotganligini bildirganligini, Shimoliy qutbning Amerika, Rossiya va Xitoy uchun strategik raqobatga halqaliq rayon ekanligini, Rossiya bilan Xitoyning Alyaskaga yaqin dengiz va havoda bundaq birlashma hujumlarining davomlashganligini ta'kidlab, 5 burchaklik bilan Shimoliy qutb va Indiy tinch okean rayonini qo'g'dash uchun cho'qim bu rayonda harbiy kuch va ul asliya qurilishini elib berish kerak degan. Alyaska Cumhuriyetçiler Partisining bayonotida bu bir jiddiylik. Bu Rossiya bilan Xitoyning tunji qatim Alyaskaga bomba portlatquchi xizmat atirti avatishi. Baxtga yarasha bizning kanadalik ittifoqdoshlarimiz bilan yaqindan hamkorlashgan batur harbiylarimiz bu bombardimonchilarni to'sish uchun birlashma harakat elib berishga tayyorlandi deyilgan. Harbiy analizchilarning aytishicha, Rossiya bombardimonchilari havo mudofaasini sinab qilishga urinish uchun Amerika va Kanadaning havo mudofaa rayoniga doim uchadi ekan. Havo mudofaa rayonida 2 Xitoy bombardimonchi aeroplanining bo'lishi odatdan tashqari bo'lib, ilgari xabar qilinmagan. Rossiya va Xitoy bombardimonchi aeroplanlarining tutilishi 5 burchaklik bino bu hafta Shimoliy qutbga munosabatlik muhim strategik dokladni e'lon qilgandan keyin yuz bergan. Dokladda Amerika harbiy qismlari Amerikaning rayondagi egalik huquqini Rossiyaning bombardimonchi aeroplanining rayondagi uchishini o'z ichiga olgan tahdidlardan davomli qo'g'daydi. Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan Rossiyaning harbiy hamkorligi davomli kuchayotidi. Buning ichida Shimoliy qutbdagi birlashma manevri bor. Bu faoliyatlar Shimoliy qutbda va Shimoliy dengiz liniyasida Xitoy Xalq Jumhuriyatining texnik ko'p mavjudligiga eshik ochalaydi deyilgan. Dokladda yana Rossiya va Xitoy harbiy qismlarining Shimoliy qutbdagi hamkorlikni tezlatganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Bu hamkorlik 2022 va 2023-yillari Alyaskaga yaqin dengizda charlash elib berish, shundaqla Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat atriti bilan Rossiya Federatsiya bexatarlik idorasi o'rtasidagi dengiz okean qonun ijro qilish eslatmasini o'z ichiga oladi ekan. Qahramonlik nazariyalarining ichida bir-biriga qarama-qarshi qo'yilgan mundaq ikki qarash bor. Biri Shotlandiyalik Thomas Kaylning tarixni qahramonlar yaratadi deydigan qarashi. Buningda alayda xarakterlik shaxslar ilohiy ilhom bilan tarixiy o'zgarishlarni barliqqa keltirdi. Qahramon yaratilmaydi, balki yaratadi. Qahramonlik tug'ma bo'ladi, ijtimoiy sharoit ikkilamchi o'rinda turadi. Yana biri tarixni xalq yaratadi. Buningda kommunistlarning qarashlari gavdalik o'rinda turadi. Masalan, Mao Zedong mundaq deydi: "Xalq faqat xalqlar dunyo tarixini barliqqa keltirishdagi harakatlantirgich kuchdir." Ammo u shundoq deb turib, Xitoy tarixidagi eng vahshiy jinoyatni o'tkazib, ashu xalqdan 80 millionni o'ldirib, o'zining doyana obrazini, qahramonlik shajarasini tiklamoqchi bo'ladi. Xalqni eng ulug' deb turib, ularni eng qonliq qirg'in qiladi. Karil 6 turli qahramonni o'tirg'a qo'ydi. Ilohiy qahramon, payg'ambar, shoir, pop, ziyoli va podshoh. Amaliyotda qahramon uqumini yuqorqi ikki xil qarashning birikmasida eng to'liq tushuntirgili bo'ladi. Tug'ma rahbarlik va islohotchilik qobiliyatiga ega bir inson qahramon bo'lishda yakka yagona harakat qilmasdan nurg'un kishilarga cho'nqur ta'sir ko'rsatib, ularni yo ulug'vor bir nishonga bevosita yetaklaydi,
ya ularning hayotining o'zgarishiga, yaxshilanishiga vositalik sabab bo'ladi. Demak, qahramon ma'lum bir davrning mahsuli bo'lish sifati bilan o'z davrdoshlarining hayotiga cho'nqur o'zgarish olib kelguchidir. Ba'zida qahramonga beqib xalq, xalqqa beqib qahramon bo'ladi. Yana ba'zida qahramon podachiga o'xshasa, xalq podaga o'xshaydi. Poda o'zining podachiga ehtiyojligini bilmaydi, ammo podachi o'zini podaga mas'ulligini biladi. Uningga yetakchilik qiladi, uni qo'g'daydi. Yana ba'zida xalq qahramonni ya tashlab yetadi, ya uningga xiyonat qiladi, yoki aksicha qahramon shunday qiladi. Yuqorqi 6 tarafning ichida tilga ilinmagan, ammo muhim yana biri afsonaviy qahramondir. Bunda qahramonlar xalqning ro'yining eng cho'nqurlaridagi kultural belgiga, ma'niga va izchillikqa vakillik qiladi. Ularni o'zining yiroq o'tmishi bilan bog'laydi va ularni parlaq bir kelgusiga yetaklaydi. Ular tarixiy kollektiv аңның o'tirg'a chiqishi uchun o'tmish bilan kelgusini tutashtiradigan ko'vrikka aylanadi. Xalq uningdan o'tadi. Uyg'urlarga ko'ra O'g'izxon afsonaviy qahramondir. O'g'izxonning obrazi Uyg'urlarning barliq qahramonlarining to'nilishi, e'tirof qilinishi va әгішішідегі bir мәңгілік və kollektiv аңсızlıq xarakterlik örnəkdir. Faqat bu örnəkni elib mangıcılarla bizdə anlıq yoki аңсыз halda haqiqiy qahramon deb qaraldı. Çünki bu örnek allburun bu xalqning ro'yining ich-ichlaridan ming yillardan beri o'rin olgan. Kimiki uni doğrayalasa, uning ro'yini o'zida namoyon qila olsa, haqiqiy qahramon deb qaraldı. Hayot mamotliq mujodilada tirkishayotgan hozirgi vaqtda bu texmi shundoq bo'ldi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmtəmin Əla əfəndinin yazmalarından elindi. Bugünkü xəbərlərimiz bu yerdə axırlaşdı. Bizə vaxt ayırğanınız üçün köpdən-köp rəhmət. Kelər qatımqı proqramımız görüşkəcə Allah'a əmanət bolğaysızlar.